Uyingizga to'satdan mehmon kelib qolganda shu taomni tezgina tayyorlab olsangiz, shunaqa zo'r sochli bo'lib chiqqanidan uyingizga kelgan mehmonlar ham ketgisi kelmay qoladi. Artib yuvilgan kartoshka, pomidor, piyozni ko'rsatilgandek dumaloq shaklda kesib chiqamiz. Endi qiymamizdan kichkina kotletchalar yasab olamiz. Tayyor shashlik qiymasidan foydalandim. Sizlar oddiy qiymadan foydalansanglar ham bo'ladi. Piyoz ustidan kotlet, kartoshka va pomidor qo'yib, ko'rsatildagandek ustma-ust qilib olamiz. Endi idishimizga ketma-ketlikda terib, ustiga quyish uchun sous tayyorlab olamiz. Qizigan yog' ustidan bir qoshiq tomat solib aralashtirib olamiz. Ustidan suv, tuz, paprika solib aralashtiramiz va sousimiz tayyor. Tayyor bo'lgan sousni kotlet ustidan quyib chiqamiz. Ustini pergament qog'oz bilan yopib, qizib turgan 190 gradus duxovkaga pishirishga yuboramiz. Bu orada bekor o'tirmay deb hovlidagi qorayib ketgan devorlarimni Veleda Turbo Smart shvabralari yordamida ko'pirtirib, oppoqqina qilib yuvib oldim. Agar sizda Veleda shvabrasi bo'lsa, dangasaligingiz qochib, hamma joyi havasga tozalaydigan bo'lasiz. Juda ham mazali ishtahochar taomimiz ham tayyor bo'ldi. Yoniga xohishga ko'ra garnir tayyorlab, dasturxonga tortiq qilsak bo'ladi.